Endilikda Thomson xalqaro maktablarida iqtidorli o'quvchilar mutlaqo bepul o'qish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Thomson xalqaro maktablari tomonidan 6 milliard so'mlik grant e'lon qilamiz. Maktabimizda Top Scholar Class dasturi yo'lga qo'yildi va bu dastur doirasida har bir filialimizda maxsus sinflar tashkil etiladi va bu maxsus sinflarda iqtidorli o'quvchilar jamlanadi. Farzandingiz bu dasturda qanday imkoniyatlarga ega bo'ladi? Birinchisi, bu sinfda faqatgina farzandingizga o'xshagan, iqtidorli, maqsadiga ega o'quvchilar qabul qilinadi. Ikkinchidan, bu sinflarda IELTS 9, CELTA, Delta sertifikatlariga ega bo'lgan maxsus mutaxassislar dars berishadi va uchinchidan, Freshman Academy tomonidan har bir o'quvchi bilan individual ravishda ishlanadi. Ularning portfolio yig'ish jarayonlari, universitetga kirishgacha bo'lgan bosqichlari ular tomonidan to'liqonli nazoratga olinadi. Top Scholar Class dasturiga qabul shartlari quyidagicha. Birinchi navbatda farzandingiz 9, 10, 11 sinf o'quvchisi bo'lishi talab etiladi va undan tashqari 3 bosqichli saralashdan o'tishlari kerak. Birinchi bosqich bu IELTS natijasi. Farzandingizda eng kamida IELTS 7,5 natijasi talab etiladi va undan so'ng esa motivatsion xat, ya'ni farzandingizni nimaga aynan bu sinfga qabul qilishimiz kerakligini xat orqali bizga tushuntirib berishlari kerak bo'ladi va uchinchi bosqich maktabimiz direktorlari bilan suhbat. Va shu 3 ta bosqichdan o'tgan talabalar maktabimizning Top Scholar Class sinflariga qabul qilinadi va mutlaqo bepul o'qish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Tabiiyki, siz savol tug'ilishi mumkin. Farzandimning IELTS 7,5 natijasi yo'q. Farzandimni shu sinfda lekin o'qitmoqchiman. Agar farzandingizda 7 yoki 6,5 IELTS natijasi bo'ladigan bo'lsa, ular ham bu sinfda o'qishligi mumkin, lekin to'lov kontrakti asosida amalga oshiriladi. Yil davomida o'z ustida ishlab, IELTS natijasini 7,5 yoki undan yuqoriga ko'taradigan bo'lsa, undan keyingi davr mobaynida farzandingiz mutlaqo bepul o'qish imkoniyatiga ham ega bo'ladilar. Yana ham batafsil ma'lumot olish uchun Instagram sahifamizni bio qismidagi link orqali ro'yxatdan o'ting. Sizga maxsus mutaxassislarimiz bog'lanib, to'liqonli ma'lumot berishadi. Aytgancha, qabul bu sinflarga 20 oktyabrga qadar davom etadi.